Bir kun do'stlar bilan choyxonaga borib, maza qilib yeb ichib, oshlarni yeb, maza qilib gaplashib o'tirsak, bizni shu oshxonamizni, o'tirgan xonamizni eshigi sal qiya ochilib, naryoqda shashlik pishiruvchi akani mungli chehrasi, uni bir kiyimlari bir abgor holatdaligi, keyin hayotdan bir rozi emas, bir norozi sifatida ko'ringanligi, keyin shu bechora 5-6 shashlikni bunday teskari qilib bu tomonni qizarsin deb qo'yib shosha-pisha bu yoqda go'sht kamirishini ko'rib, shu insonga bir dedim yaxshilik qilay, bir xursand qilib qo'yay dedim. Keyin shu niyatni dilimdan o'tkazishimga u ko'zini shu eshikka qarab qoldi. Men ko'zimizga tushib qoldi. Keyin men aytdim, imoy ishora qilib ikki barmog'imni ko'rsatish barmog'imni, o'rta qo'l barmog'imni ko'rib, akajon, shu ikkita shashlikdan qo'ying dedim, qo'limni shashlik qilib. Ikkalasi meni hisobimdan yeb oling deb imo ishora qildim. Aka ham bir zo'rg'a turganmikan, imo ishorani oxirida rahmat deb bu yoqdan ikkita olib menga ko'rsatib qo'ydi. Men aytdim, aka olavering, yeyvering deb imo ishora bilan meni hisobimdan dedim. Keyin aka ham xursand bo'lib pishirib o'sha yerda yeb oldi. Ungacha biz ham bu yoqda patani qilib, chiroyli qilib, hisob-kitob joyiga borib, shunday plastigini ochib, ilovadan endi tashlab yuboraman deb shuni ilovani ochsam, qarasam, hamma pulimni kredit yechib olibdi-da. Keyin kayfiyat rasvo bo'lib, keyin o'rtog'imga aytdim, do'stim, endi meniyakini ham to'lab yubor dedim. Desam, keyin naryoqdan bitta og'aynimiz, "Yo'q, bu yerda ikkita shashlikda puli qo'shilib qolibdi, biz yeganimiz yo'q" dedi. Keyin shuni ham qo'yib to'lab yuboraylik desam, "Yo'q, qana to'laymiz, o'zing to'laver" dedi. Menda pul yo'q do'stim tashavvor ertaga beraman desam, "Yo'q, faqat" dedi, "mana shu oshtikini to'layman xolos." Keyin kayfiyat rasvo bo'ldi, oshtikini to'lash chiqib keta turganda keyin shashlikchiga endi ikkita shashlikchi menga mo'ltirab o'tiribdi. "Aka, vaziyat shunaqa bo'lib qoldi endi. Keyin safar albatta qilaman, chiroyli qilaman" desam, juda yomon qarash qilib, xafa bo'lib ketib qoldi. Keyin o'sha kuni bilmayman, yana bir 2 kun 3 kundan keyin o'tirib qoldik o'sha joyda, choyxonada. Shashlikchi akani bitta ko'zi ko'kargan, endi bilmayman, endi xotini bilan janjal bo'lganmi o'sha kuni, pul olib bormagan bo'lsa. Keyin o'sha kun kakras oylikni olganman, yonim cho'ntagimda ham bor. Keyin akaga qarab, "Yo'q, aka" deb bunday qarasam, ko'zimiz yana bir-birimizga tushib qoldi. Bu safar aytdim, 5 raqamni qilib 5 ta shakilni qo'yib yeyvering, mendan javob degandim. Tashg'ali degandek qildi-da qo'li bilan. O'shaning uchun do'stlar, o'sha bir saxovat qilishdan oldin plastiklargami, ilovalargami qarab olinglar, cho'ntaklaringda pul bo'lsin, menga o'xshab hijolatli vaziyatga tushib qolmanglar.